Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, Dilmurod TV muxlislari, obunachilari. Xudo xohlasa sizlarga zo'r uy topib qo'yaman. Mana shu xonadon sotilyapti. Endi bu haqiqiy musulmoncha uy. Holati zo'r. Siz suv, gazdan vafshe muammo yo'q. Agar hozir pulingiz bo'lsa, gazni vajang. Uyimiz xomg'ish bo'lgan, o'sha anida atrofi pishig'ish bo'lgan, sesmalar quyilgan. Xullas, uyimiz zo'r. O'zimizning haqiqiy musulmoncha uyi olasiz, yashaysiz. Uyda birma-bir kuzataman, yo'q solib qo'yamiz. Qani ketdik. Qani bo'lmasam, hurmatli mijozlarimiz, ishimiz boshlaymiz. Mana shu xonadon sotilyapti. Uyda birma-bir tushuntiraman, yo'q solib qo'yamiz. Akalar qarang. Suvimiz bor. Agar bu buzilsa, mana yana bitta suvimiz bor. U bekitib qo'yilgan mana turibdi mana. Qo'shimcha suvimiz bor, gazimiz bor. Endi xudo xolasa ishimiz boshladik. Maktab, bog'cha, klinika bor, mahalla zo'r. Katta yo'lda bo'yda emascha, mahalla ichkarida zato joyi zo'r. Bismillah deb ishni boshlaymiz. Keyin xudo xolasa ma'lumot beramiz qo'ldan kelganicha. Uyda holati mana shundoq tushgan. Xo'p, bismillah deb darvozaxonadan kirganingizda o'ng qo'lda, chap qo'lda uyimiz bor. Uyimiz aytib o'taman, pishig'ish, xomg'ish aralash, sesmay qo'yilgan, tevalarda plastik qilingan. Bu tomonda 4 xona, bu tomonda 3 xonali uy bor. Bu tomondan boshlaymiz. Xo'p, bismillah va koridor, ro'ma taxta, eshik. Bismillahirrohmanirrohim deb kiramiz. Endi akalar, bu o'zimizning haqiqiy musulmoncha uy. Uzun uylar. Agarda siz buni olmoqchi bo'lsangiz, xudo xolasa, buncha uzun kim kerak emas. Shatdan bo'lasizda. 2 xona uy qilasiz. Xohli mayetdan eshik ochib olsangiz, ro'yotdan kirishga chap qo'lda mehmonxona bo'ladi, qoladi. Endi bu tomon issiqlik joy yo'q, kamin pechka bor. Balki pol qilinmagan, balki to'pli pol qilaman degan uyda egasi qolib ketgan. Endi siz olasiz, to'pli pol qilasiz, issiq pol qilasiz. Bu birinchi xonamiz. Xonacha. Ikkinchi xona. Holati zo'r, yozga zo'r joy. Qishga ham tayfundan mit. Xudo xolasa to'pli pol, issiq pol qilsangiz, cho'tga xudo xolasa romlar taxta qilingan. Holat zo'r. Xo'p, akalar, hurmatli mijozlarimiz, mana sahna, so'rtalarimiz bor, uzunlarimiz bor, mayta yozga ayvon bor. Oilaviy o'tirib, choy ichib, ovqatlanadigan joyimiz bor mana. Tagi podval. Kirosha qilingan. Tagi podval ekan. Zo'r, bag'i endi asfalt, bag'imiz bog'. Uyni ko'rinish qismi mana. Bu darvozaxona kiryapmiz mana. Eshikdan kirganimizda uzun darvozaxona. Teva plastik, devorlar traverni tak kirosha qilingan. O'ng tomonga kiramiz, xudo xolasa. Bismillah, hurmatli mijozlarimiz, kirish mana, xudo xolasa. O'ng tomonga yo'lagi bor. Omonga yo'lagi bor. To'g'ri yo'lagi bor. Bu tomonimiz oshxona. Holati yaxshi, rom taxta, vitishka, gaz plita, kuxonniy mebel jihozlari bor, xolodilnik, muzlatgich. Hammom alohida mana. Zo'r holatda. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, mijozlarimiz bir katta zal. Chapga xona bor. Bu tomonga xona bor. Xona bor. Xona mana holati. Uyimiz issiq. Tayyor pol qilingan, devor emusi teva. Tuya kepsagatdan tekibsagan ekan. Ishida taxta. Yotoqxona holati yaxshi. Atladinlar bor. Endi detskiy xona mana. Opalar, singillar, bu joyimiz manzili Farg'ona shahar, Sadvin savxoz, Afrosiyob to'yxonani oldiga yetmasdan mahalla ichida 6 sotik, 3 xona, 4 xona, 7 xona hovli sotilyapti.
svet, suv, gaz, kanalizatsiya bor. Mahalla zo'r, bog'cha, maktab, klinika. Bu tomonga o'tganingizda baq Furunskiy massiv, baq Sadvin sovxoz, holat zo'r. Qo'shnilarga vasha tilla insonlar. Kelasiz, uy olishdan oldin qo'shnini surishtirasiz, kimligini bilasiz, keyin uyda olasiz. Mana shu uyda bahosini uyda degan talash tortishib 100 ming AQSh dollari qo'yapmiz, narx qo'yapmiz. Savdolash imkoniyati bor. Yo'qsa kelib olib qo'yasiz. Bu hududda 1 so'ti yer 10 ming dollarga chiqibdi hozir. Endi baq 6 so'ti 60 ming dollar bo'lyapti, plus 40 ming xo'lga ketyapti narx. Endi kelasiz, aka bilan aka tilla inson, uyda egasi, mujik inson, muomalali bola, o'zingiz kelasiz, xohlagandaqaga savdo qilaverasiz. Bizni qo'llab-quvvatlab sizdan xizmatmandan Abdushi Farg'ona shahri ichida sizlardan sotiladigan uylarning bo'lsa, telefon qilinglar, imkon qadar tezroq sotib beramiz. Haloliy birinchi o'rinda. Salomat bo'lasizlar.